Diqqat, O'zbekistonda dahshatli fojia sabab 7 kishi qurbon bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Samarqandda 7 kishi halok bo'lgan, portlash aybdorlari qamaldi. Portlash bo'yicha gaz idorasi xodimlari 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Shuningdek, portlashdan zarar ko'rgan fuqarolarga gaz ta'minot idorasidan qariyb 6 milliard so'm undiriladigan bo'ldi. Samarqand shahrida bir oilaning 7 a'zosi halok bo'lgan. Portlash bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand shahri sudida ko'rib chiqildi. Bu haqida Zamon dasturida ma'lum qilindi. Xabarga ko'ra, 2024-yil sentyabr-oktyabr oylarida Spitamin Shoh ko'chasi va 160-uy atrofidagi xonadonlarni gazlashtirish ishlari loyiha va texnik shartlarsiz amalga oshirilgan. Yollanma ustalar yordamida noqonuniy tarzda avtomobil yo'li ostiga gaz quvuri yotqizilgan. Laboratoriya xulosasi va xavfsizlik qoplamasi yer ostiga tushirilgan. Quvur noqonuniy tarmoqqa ulanganligi aniqlangan. Quvur tegishli xulosalarsiz va xavfsizlik qoplamasiz yer ostiga tushirilgani hamda tarmoqqa noqonuniy ulangani aniqlangan. Quvurda 7 ta teshik paydo bo'lib, tabiiy gaz markaziy oqova qudug'iga sizib chiqqan. Oqibatda portlash sodir bo'lgan. Portlash sodir bo'lganga qadar xonadon egalari gaz hididan bezovta bo'lib, gaz idorasiga 11 marotaba murojaat qilgan. Biroq tashkilot mas'ullari bunga e'tiborsiz qarashgan. Sudlanuvchi bo'lgan Hududgaz Samarqand gaz ta'minoti filiali Samarqand shahri bo'limi rahbari va 3 nafar xodimi Jinoyat kodeksining 116-moddasi 4-qismi A, B bandlarida kasb yuzasidan o'z vazifasini lozim darajada bajarmaslik, odamlar o'limiga va boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, nazarda tutilgan jinoyatini sodir qilganida aybli deb topildi. Ularga 3 yil davlat ishtirokidagi korxonalar va tashkilotlarda mansabdorlik hamda moddiy javobgarlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilingan holda 7 yil muddatda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Shuningdek, portlashdan zarar ko'rgan fuqarolar foydasiga gaz ta'minoti korxonasidan qariyb 6 milliard so'm undirish belgilangan deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib, yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.